Bu yer kanalga qo'yilishi bilan uzoq turmasligi aniq, chunki shu joydan qo'yishimiz bilan 1-2 kunda uylar sotilib ketadi. Ulgurib qoling. Markazga yaqin shahrimizning eng chiroyli top 5 taliga kirgan qadrdonlar turar joy kompleksidan ideal taklif chiqib turibdi. O'zi 2 xona 72 kvadrat metrdan iborat. Xonalari katta-katta, remontini o'zlari kelajakda yashash uchun did va hafsala bilan astoydil ta'mirdan chiqarishgan ekan. Bu yer sizga ma'qul keldimi? Necha baho qo'ygan bo'lardingiz? 7 qavatli binoning 5-qavatida joylashgan. Tepami deb shashtingizdan qaytmang. Lift xizmati mavjud. Hamma xonadan tashqarini kuzatish imkoni bor ekan. Bu yerda jami 3 ta balkon bor. Juda ham chiroyli manzarani ko'rib, kayfiyatingiz chog' bo'lib yashayverasiz. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammosi yo'q. Xonalari hammasi istiqbol qilingan. Undan tashqari ataplenniya ham bor. Uydagi barcha narsa narx ichida sizga o'tadi. Bu yerning boshqa joylardan farqi turar joyning tashqarisida ovqat qilish uchun, suhbatlashib o'tirish uchun hamda bolalar mazza qilib o'ynashlari uchun maxsus zonalar ajratilgan. Bu yerda qo'shnilar mehr-oqibatli bo'lib, yashashlari uchun sharoitlar qilib qo'yilibdi. Yashaganga yarasha shunaqa joylarda tursang-da, narxini 53 ming deyishyapti. Ekranda raqamlarini qoldiramiz. O'zingiz bog'lanib, savdolashib, kelishib ketaverasiz. O'tib beriladigan joylari bor. Manzilni aytib o'taman. Farg'ona shahar, Shukrona ko'chasi. Mo'ljal biznesni rivojlantirish banki orqasida joylashgan. Kimga shunaqa uylansangiz, hamma yaqinlaringizga shu videoni tarqatib yuboring. Lekin shundoq sharoitni o'zingiz olib qo'yganingiz yaxshi edi.